Adolat sotsial-demokratik partiyasining o'tgan hafta davomida amalga oshirilgan ishlari, o'tkazilgan uchrashuvlar, murojaatlar natijasi va boshqa masalalar yuzasidan tayyorlangan navbatdagi dayjestimizni e'tiboringizga havola etamiz. Odatdagidek hafta boshida Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda intellektual mulk obyektlarining fuqarolik muomalasidagi aylanmasini oshirish va patent vakillarining huquqlarini kengaytirishga qaratilgan qonun loyihasi muhokama qilindi. Hujjat intellektual mulk obyektlaridan samarali foydalanishning huquqiy asoslarini takomillashtirish, ularni iqtisodiy aktiv sifatida fuqarolik muomalasiga keng jalb etish, shuningdek patent vakillarining huquq va vakolatlarini kengaytirishni nazarda tutadi. Qonun loyihasi bilan bir qator qonunlar va kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilmoqda. Xususan, intellektual mulk obyektlariga bo'lgan mulkiy huquqlar garovi bilan bog'liq munosabatlarni huquqiy tartibga solish, bunday huquqlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish mexanizmlarini mustahkamlash, patent vakillarining shartnomalarini rasmiylashtirish va vakillik qilish bo'yicha vakolatlarini kengaytirish taklif etilmoqda. Fraksiya yig'ilishida kun tartibidagi boshqa masalalar ham ko'rib chiqilib, ular yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi arafasida Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi o'rinbosari Ozoda Parpiboyeva boshchiligidagi markaziy apparat mas'ullari, Farg'ona viloyatida mahalliy kengashlar deputatlari, hududiy partiya kengashlari rahbarlari hamda faollar bilan video konferensiya shaklida ochiq muloqot o'tkazdi. Zoom platformasi orqali tashkil etilgan muloqotda yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarning mazmun mohiyati va amaliy natijalarini aholiga yetkazish, joylarda deputatlik nazoratini kuchaytirish va saylovchilar bilan ishlash samaradorligini oshirish masalalari muhokama qilindi. Shundan so'ng ishchi guruh Qo'shtepa tumanidagi Global Tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyati, ishlab chiqarish jarayonlari, mahsulotlar sifati va korxonaning eksport salohiyati bilan tanishdi. Dastlab xodimlar salomatligini muhofaza qilish borasidagi imkoniyatlar baholandi. Tayyor mahsulotlar ko'rgazmasi va ishlab chiqarish sexlari faoliyati o'rganildi. Bugungi kunda muassasada 860 nafar ishchi mehnat qilayotgan bo'lsa, shundan 726 nafarini xotin-qizlar tashkil etadi. Bu nafaqat sanoat va ishlab chiqarish, balki hududda xotin-qizlar bandligini ta'minlash muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Korxonada ishlab chiqarilayotgan trikotaj mahsulotlari nafaqat ichki bozor, balki xorijda ham o'z xaridorlariga ega. Joriy yilda 5,5 milliard AQSh dollari miqdoridagi mahsulot Rossiya va MDH davlatlariga eksport qilingani korxonaning yuqori iqtisodiy salohiyatidan dalolat beradi. Suhbat davomida xotin-qizlar bandligini kengaytirish, ular uchun munosib mehnat sharoitlarini yaratish va iqtisodiy imkoniyatlarini orttirish masalasi bo'yicha fikrlar almashildi. Hududiy partiya faoliyatini takomillashtirish va deputatlik guruhlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi o'rinbosari G'olib Umarov boshchiligidagi ishchi guruh Quvasoy va Farg'ona shaharlari hamda Farg'ona tumani partiya kengashlari faoliyatini ham o'rganib, tashkiliy ishlar sifati, deputatlik guruhlari bilan hamkorlik va mavjud imkoniyatlar tahlil qilindi. Bunday o'rganishlardan asosiy maqsad kamchiliklarni aniqlashning o'zi bilan cheklanib qolmasdan, ularni bartaraf etish, ijobiy tajribalarni ommalashtirish va har bir partiya bo'g'inlarining natijadorligini oshirishdan iborat ekanligi tushuntirildi. Aholi murojaatlarini eshitish, ularni joyida o'rganish va mas'ul tashkilotlar bilan hamkorlikda amaliy yechim topish hafta davomida hududlardagi deputatlar faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati, Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zosi Manzura Salimovaning Farg'ona viloyatida o'tkazgan qabullari aynan ijtimoiy ko'makka muhtoj aholining muammolariga yechim bo'ldi. Xususan, Quva tumani sanoatchilar mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi birinchi guruh nogironi Ma'rufjon Mamataliyevning murojaati alohida o'rganib chiqildi. Fuqaro doimiy ravishda nogironlik aravachasidan foydalanib kelgan. Bugungi kunga kelib ushbu yagona harakatlanish vositasi yaroqsiz bo'lib qolgan. Mamataliyevning ayni masaladagi murojaati deputat tomonidan nazoratga olinib, amaliy yordam ko'rsatildi. Fuqaroga yangi nogironlik aravachasi yetkazildi. Joylarda ijtimoiy soha, tibbiy xizmat, infratuzilma va aholi xavfsizligi bilan bog'liq masalalar ham o'rganildi. Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumanida deputat Zulfiya Dagarova soha mutaxassislari bilan birgalikda 37-son oilaviy poliklinika faoliyatini o'rgandi. Bunda tibbiy brigadalarning hududlar kesimida taqsimlanishi, ularga biriktirilgan aholi soni, bemorlarni qamrab olish darajasi hamda uyma-uy yurib tibbiy xizmat ko'rsatish sifatiga e'tibor qaratildi. Navoiyda esa shahar rivojlanishi,
kommunal soha va investitsiya loyihalari ijrosi bo'yicha deputatlik nazorati natijalari muhokama qilindi. Partiya viloyat kengashi raisi Mansurjon Hamidov va ishchi guruh a'zolari ishtirokida o'tkazilgan muhokamada aholini qiynayotgan muammolar o'rtaga tashlandi. Ayrim vazifalar ijrosida esa kamchiliklar mavjudligi qayd etildi. Toshkent shahrida yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan yo'l madaniyati xavfsiz hayot kafolati aksiyasi davom ettirilmoqda. Ichki ishlar bo'limi xodimlari, deputatlar va mahalla faollari ishtirokida o'tgan davra suhbatida yo'l harakati xavfsizligi masalalari muhokama qilindi. Targ'ibot ishlari serqatnov ko'chalarda haydovchi va piyodalar bilan muloqotlar shaklida ham davom etdi. Haydovchi va piyodalarning o'zaro hurmati, mas'uliyati hamda yo'l harakati madaniyatini oshirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Inson qadrini ulug'lash, ehtiyojmand oilalarni manzilli qo'llab-quvvatlash va milliy qadriyatlarni asrab-avaylashga qaratilgan ishlar doirasida Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida Adolat sotsial-demokratik partiyasi viloyat kengashi, tuman hokimligi va Marg'ilon saxovati xayriyat tashkiloti hamkorligida xayriyat tadbiri tashkil etildi. Volidan bazmgohida ehtiyojmand oilalarning 60 nafar farzandi uchun o'tkazilgan sunnat to'yida so'zga chiqqan siyosiy kengash raisi o'rinbosari Islom Hamroyev va boshqalar kun qahramonlarini kelgusida vatan uchun munosib, el-yurt koriga yaraydigan insonlar bo'lib yetishishini tiladi. Mazkur ezgu tashabbus Mustaqillik bayrami arafasida ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash, ularga quvonch ulashish va jamiyatda mehr-oqibat muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qildi. Hafta davomidagi eng dolzarb yangiliklar bilan bugungi hafta dayjestimizda tanishdingiz. Partiyamiz faoliyatiga oid yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarimizda kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.